Elektr energiyasi bugungi kunda nafaqat har bir xonadonning qulayligi, balki butun iqtisodiyotning barqaror ishlashida ham muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa aholi zich hududlarda elektr tarmoqlarining ishonchliligi, uzluksizligi va sifatli ishlashi bevosita odamlarning hayot darajasini hamda ishlab chiqarish sur'atiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli Zangiota tumanida elektr ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va noqonuniy ulanishlarning oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hamkasbimiz xabar qiladi. Mahallalarda elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holatlarini oldini olish hamda targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirish maqsadida qo'shma reja jadval asosida tadbirlar o'tkazildi. Natijada Zangiota tumani elektr ta'minoti tasarrufidagi 23 ta transformator punkti va 26 kilometr elektr uzatish tarmoqlari ta'mirdan chiqarildi. Shundan 5 ta transformator punkti va 9,2 kilometr elektr uzatish tarmoqlari mukammal ta'mirlandi. 12 ta transformator punkti va 16,8 kilometr tarmoqlar esa joriy ta'mirdan o'tkazildi. Bosh prokuratura ishchi guruhi tomonidan qo'shimcha ishlar doirasida 176 ta yaroqsiz yog'och tayanchlar temir betonga almashtirildi. Natijada 2089 nafar aholi iste'molchilari va 45 ta yirik korxonaning elektr ta'minoti sifati sezilarli darajada yaxshilandi. Bizning Alimbo'y mahallamizda jami 681 ta xonadon mavjud, 3712 ta aholi soni bor. 150 dan oshiq sim yog'ochlarimiz yaxshi holatda emas edi. Zamon talablariga javob bermaydigan, juda ham xarob holda edi. Kuniga 2-3 marta uzilishlari ko'p kuzatilardi. Hozirgi paytda mana bosh prokuraturaning tashabbusi, prezidentimizni e'tiborlari, boshchiliklarida hozir mana shu Alimbo'y mahallasi yaxshi ta'minotni yaxshilash masalasida ko'p qator ishlar olib borilyapti. Zangiota tumanida amalga oshirilgan modernizatsiya va rekonstruksiya ishlari natijasida elektr ta'minotining barqarorligi ta'minlandi. Bu bilan aholining turmush darajasi yaxshilanishiga hamda sanoat va xizmat ko'rsatish tarmoqlarida uzluksiz faoliyatga zamin yaratilmoqda.